dehqon bobo, glifosatga chidamli g'o'zanavi ekkanmisiz? Begona o't bosgan dalangizga glifosatli eritma sepmoqchimisiz? Men jetegelli g'o'zanavi sifatida yodda tutishingiz kerak bo'lgan ba'zi jihatlarni eslatib o'tmoqchiman. Glifosatli eritmani tayyorlashda 480 gram/litr konsentratsiyali preparatdan foydalanib, avval bir sotix maydonda sinab ko'ramiz. Glifosat tezkor emas, ammo tizimli ta'sir ko'rsatadi. 1 kundan 3 kungacha o'simlik o'sishdan to'xtaydi. 7 kundan 10 kungacha barglari sarg'ayadi. 14 kundan 21 kungacha esa o'simlik to'liq quriydi. Mana ko'rib turganingizdek, menga zarar yetmay, atrofimdagi begona o'tlarning hammasi quridi. Endi buni butun maydonga qo'llashingiz mumkin. Yoki aksincha, glifosatli eritma sepganingizdan 3 kun o'tib g'o'zaning bargi sarg'ayib qoladi. Demak, bu nav glifosatga chidamsiz. Ushbu maydonga aslo glifosat sepmang. Endi darhol Prezident huzuridagi paxtachilik kengashining viloyat ishchi guruhlariga murojaat qiling. Ularning telefon raqamini post matnida havola qilaman. Shunda ulardan hosilingizni asrab qolish uchun kerakli tavsiyalarni olishingiz mumkin.